Quruq yuzlar uchun uhud va kosmetika. Birinchisi bu Santelladan penka. Yuzingizni yumshoq qiladi, kosmetikalarni yaxshi yuvib beradi, kojniy baryerlarga zarar yetkazmaydi. Quruq, yog'li, problemli narsalar toshishga moyil bo'lgan ko'rjalarga juda ham yaxshi tushadi va eng asosiysi естественный ko'rjalarni hech qayerini buzmaydi, o'ziga o'rgatib qo'ymaydi. Yog'li yuzlar ham, quruq yuzlar ham o'rtalarim ishlatishadi. Meni yuzim quruq, menga juda ham zo'r tushadi. Bunga yarim yildan beri xiyonat qilmayapman. Ikkinchisi toner. Tonerimiz Morskoy Santelladan. Nomerini ko'rib olinglar, 1004. Bu yuzimizni juda ham yaxshi uspokayivать qilib beradi, yaltiratadi. Kechqurun buni ishlatganimdan keyin hattoki nочной krem ishlatishim shart emas. Zo'r tushgan menga quruq kombinированный ko'rjalarga tushadi. Kojniy baryerlarga zarar yetkazmaydi, ichigacha namlab beradi. Советую. Uchinchisi Santelladan sivrotka. Черная лошадка, buni tushunish qiyin, lekin biz bilan tushunamiz. Yuzimizni asliklashtirib chiqib beradi. Ichigacha tozalaydi, yaltiratadi va makiyaj qo'yayotganlarda buni ishlatishni boshlaganlardan keyin razницani juda ham yaxshi sezishni boshlaysizlar. Bu ham problemli yuzlar uchun, quruq, yog'li narsalar toshishga moyil yuzlar uchun. Советую. Undan keyingisi Santelladan krem. Bu ham Morskoy krem 1004. Quruq yuzlarga, kombinированный ko'rjalarga juda ham yaxshi tushadi. Meni yuzimga krem tushishi o'zi nihoyatda qiyin, lekin bu krem tushdi va menga yordam berdi. Ko'zamni yaltiratib qo'yapti. Bundan keyin даже primer ishlatishimga to'g'ri kelmayapti. Советую. Undan keyin eng asosiy narsa, bu meni kosmetikamda bo'lmasa yashamayman, Round Lab'dan SPF. Bunga xiyonat qildim. Buni отрицать qilmayman, lekin men bunga yana qaytadan qaytib keldim, chunki eng zo'rligini tushunib yetdim. Bu ko'zamizda borligi bilinmaydi ham, lipkost qoldirmaydi, hidi приятный. Xuddi o'zimizni ko'zamizda yurgandek bo'laveradi. Menga juda ham yoqqan, ich tushgan. O'rtalarim ham shunday ishlatadi, sizlarga ham sovet qilaman. Quruq yuzmi, yog'li yuzmi, kombinированный ko'zamni tushib ketaveradi va yaxshi защищать qiladi. Shularni men sizlarga sovet qilaman. Rahmat ko'rganlar uchun sog' bo'linglar.